Uylanish tashvishida yurgan 25 yashar bola tinmay yig'layotgan 4 yashar bolaga dedi, buncha yig'laysan. Mazza qilib ovqatlanib, multfilm ko'rib yotmaysanmi? Biror o'yloving bo'lmasa, senga havasim kelyapti. Maoshini u oydan bu oyga yetkazayotgan 35 yashar erkak uylanish tashvishida yurgan 25 yashar bo'ydoqqa dedi, buncha siqilasan. Uylanarsan ham joningga ham tegar. Mana qaragan ahvolimni, senga juda havasim kelyapti. Biznesi o'xshamagan va bankrot bo'lib boshi tashvishdan chiqmayotgan 55 yashar kishi 35 yasharga dedi, boriga shukr qiling. Kam maosh olsangiz ham qulog'ingiz tincha. Mana umrim bo'yi borimni bergan biznesim kasodga uchrab, qulog'imgacha qarzga botib ketdim. Sizga qanchalik havas qilayotganimni tasavvur ham qila olmaysiz. Uning gapini eshitib turgan 70 yashar chol dedi, buncha siqilasan. Menga o'xshab beling qaqshab, oyog'ing qaltiramayapti-ku. O'rningda bo'lganimda tog'ni urib, talqon qilardim. Havasimni keltirma. Qabrda yotgan marhum ularga qarab nido qildi, barchangizga havasim kelyapti, chunki sizda tavba qilish imkoniyati bor. Qaniydi menda ham shunday imkoniyat bo'lganida edi.